O'rtoqlar, Uchtepa tumani Qoryog'da mahallasidan 4 sotuvli xonadonimiz, chinamgina xonadonimiz bugun sotuvga chiqyapti. Videoni oxirigacha kuzatib boringlar, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Ko'chalarni qaranglar. Огородlari katta-katta. Mana shu aytayotgan xonadonimiz fasadi 16 metr. Hozir sizlarga uy ichidan obzorini qilib beraman. Xonadonimiz kirganimizda mana bu yoqda kiruvchi eshigi bemalol 2-3 ta mashina sig'ib ketadi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerga tapchalar qo'yilgan, zelenoy zona qilingan. Bu yoq tarafda 3 ta xona и podval bor. Podvalda 2 ta xonasi bor. И bu yoq tarafda 4 ta xona bor. Bu yoqda mana letniy kuxnya и yo'lak qilingan. Hozir mana o'ng tarafga kiramiz. Ko'rsataman sizlarga. Mana kirishimiz bilan o'ng qo'lda bitta garderobniy qilingan xonamiz ko'rishingiz mumkin. И mana bu yoqda zal. O'rtoqlar, remontlar akkuratniy. Yangi demayman, no свежий holda. Mana bu yoqda детскийsi ko'rishingiz mumkin. И mana bu yerda ota-onalarimiz uchun mo'ljallangan spalna. Dushevая kabinkasi, aristollar, konditsionerlarda o'rnatilgan. Xo'p, hozir endi u yoq tarafni sizlarga ko'rsataman. O'rtoqlar, endi xonadonimizni bu yoq tarafini obzorini boshlaymiz. Mana bu yoqda chap qo'limizda bitta yana kattagina zal bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Remontlari akkuratniy. Xo'p. Mana bu yoqda oshxona. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu o'tirib choy ichsa bo'ladigan joylar qilib qo'yishibdi. Mana bu yoqda yana bitta spalna bor. Ichida o'zini sanuzel vannalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hozir mana bu yerda hovliga qo'yilgan yana bitta sanuzel vanna joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, shu xonadonimizni uy egalari $240,000 baholashyapti. Yana ustida ozgina o't beradigan joylari bor. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda opisiya egalarining raqamlarini qoldiramiz.